Ajab achchig'im keldi. Ha? Nim bo'ldi aka? Qandoqli qarsam achchig'im kelyapti. Yana boshlandi. Agining yana ochiq kelib qoldi. Bu qitim nimaga ochig'ing keldi? Bojning o'sib ketganigimi yoki olimpik tanlarkat musobaqasigami? Ikkilisi emas, heliqi to'rt ko'z qira. Ha, bizning sinfga heliqinda otamsa? İsmini Sakamoto demdi. Bu ablah yaqindan beri bek hadidan ishib ketdimi qandaq? Rastlı azroq odamning ko'ziga sig'maydi ekan u. Qilgan ishlari odamning ochig'ini keltirdi. O'zi ozroq kelishgan qo'shu. Qizlarning hammasi uning atrofida parvona bo'lib ketdi. Ya'ni shu ochiqlandigan gapmi? Yana shu achchig'ildigan gap qandaq? Ajang, senmi erkeklik chiqib turadigan yaxshi arg'u, ha? Shundaqmi? Senmi shundaq-ku janjan. Sochlaring seriq, o'zing bek kelishgan. Ha? Mario, senmi shundaq-ku? Sening erkekliging chiqib turdi. Shundaq. Ha? Nima? Shanli Shuven o'tir maktabi to'liq 1-yillik 2-sinfda amdil o'qishga kirib, o'quvchilarning diqqatini tortishga boshlagan bir o'quvchi bor edi. Uning navbatchilik qilishlari o'zgacha edi. Tushlik tomoqlari o'zgacha edi. Jazonib koridorda turishlari o'zgacha edi. Uning ish harakatlari bakli o'zgacha. Bakli qaltis, hayt qaltis edi. Maktabning turmushini shundaq o'zgacha ham qaltis o'tkazayotgan bu o'quvchining ismi bo'lsa, ismim Sakamoto, nim topshiriqingiz bakki. Tiz bo'ldik. U keldi. Hey, sizlar bundaq ish qilmanglar. Ha? Tazimi gapingiz jiqkan. O'ynashib qo'yapmiz. Biroq Ya bo'lmasa, uning o'rnida siz o'ynang. U keldi. Xayrli katiga. U chiqib oldi. Sakamoto dedigan soltak. Mana sen. Qanda, sagib qoldingmi? Bu yerda yomg'ir yog'dimi? Ne bo'ldi?
G'alati ish. Nima bo'ldi Sakamoto? Ustal o'rindiq yo'qmikan? Sakamoto, agar egri olmasangiz men bilan birga o'tiring. Yo'q, meni yonimda o'tiring. Ha, meni yonimda o'tiring. Meni yonimda o'tiring. Bo'ldi. Meni yonimda. G'am qilsanglarmi bo'ladi. Men mushada o'tiray. Hey muallim, darsni boshlaylik. Ma'qul, undaq bo'lsa kitobning 176-betini ichinglar. Ay, ajab ochig'im keldi. Faqatla chidab bo'lamadim. O Soltak zodi qaysi to'liqsiz o'tir maktabni bitirgandi. Amdili maktabga kelib baxtli ko'zga ko'rinib ketdi. Ay, bu ochiqni ichimga yutib yetamadim. Undaq bo'lsa, o Soltakni adablab qo'ysa qandaq? Sakamoto, Ahdidagi darsni tayyorlashimga yordam qilgan bo'lsangiz, maktabdan qo'yib bergandan keyin tabiiy fanlar tayyorlik ishxonasiga kiring. Avar qildim. Uy. Ey, uni qalaymiqqa mudirlig'ini qo'ymanglar. Pastda o'qituvchilarning ishxonasi bor. Alaydan kelganingizga rahmat Sakamoto. Ha, Sakamoto qaysi to'liqsiz o'tir maktabini bitirgan eding? Bundaq joylik qilma, ha? To'liqsizni shaxsiy maktabda o'qigandim. Qaysi maktabda? Ajab bilmaydi ekanman go. Undaq bo'lsa, chiq takkili bo'lmaydigan odam emaskan sen go. Nayt yaxshi. Sana amra bo'lib o'ynish beraylik. Do'stni buzish mushtimi? Bo'ldi, jiddilashma. O yerdagi do'rni elib, uni yuziga chechib, odamlarni tajribasi ishlaylik. Ha, bu bo'ladigan gapkan. Yalang'och suratga tortayli, ondan sinfdagi butun qizlarga yo'llab beraylik. Shunda qilaylik. Bu bo'ladigan amalkan. Shunda qilsaq, sen sarang degan nomga qolasan. U pasla. Oy, hozir chiroy ifodan bo'ladi ekan-ku. Suratga tortib olay, ha? Ha? Bir narsa ko'yib ketganda qildi. Oy! Ha, ne bo'ldi? Tugashtoq. Tamak ekan. Odamni ajabchilik qildi. Amal yo'q. 36 tadbirning ichida kechish eng yaxshisi. Ichirmidi. Chaqchaq qilma. Sirt kim bor? Ishni tez och. Ochaq, yolg'on ishlat. Shunaq. Joakan bo'lsa cho'qim kelib bizni qutqizib oladi. Men yon telefonimni sinfda unutib qoldim. Benmi shu? Tozmi bir? Chataq bo'ldi. Tok tugidi. Qanday qilaman? Men nadim bilay. To'g'ri. Bu yerda cho'qim o't o'chirgan ximilik birikmi bor? Qalayim qataksan ko'yib ketsan. Bu Soltak ajab o'diqmaydi-ku. Hozirgi ahvolni bilamsan. Bu yerga so'nib qolsak o'lib ketishimiz mumkin. Hazım bir odamning beshini og'ritadigan odamlar ekan-ku bu. Ner turinglar. Qayta. O'ng so'lga sakray. O nima ish qilyapti? Yo'q, to'xtanglar. O tez suratda o'ng so'lga sakrash orqali shamol hosil qilyapti. Acaba sen o shamol orqali o'tni o'chirmoqchimi? Chaqchaq qilyapsan nima? Bu qanaqmi mumkin bo'lsa? Yo'q, uni ko'ziga qara. Chaqnab turibgan. Qarasam o't so'sgandek qiladi-ku. Üstüne necep turib ovoz anglanayotdi-ku. Men chiqib qarab boqay. Hey, haling shunchilikmi-de? O'zingga qarag'ina. Asrab bo'lamay qolsan. Surtimga sal qarsam, beshim og'riydi juma. Mana yetishalatsizlar, ha? Meni bek ümidsizlantirmanglar. Ish bo'lganda. Hey, sizlarni otman.
Ada nima murosim o'tkazyapsizlar Sakamoto? Shaxsiy o'chmanlik sababidan o'tapti yuz berdi. Yan texi qechib chiqib ketamaydigan holga tushib qoldik. Shunga astan qavatga o'qituvchilardan yordam so'rash uchun xastan traktorlik ovoz paydo qildim. Shamol chiqarish uchun emasmidi? Acaba o bizdan foydalanganmidi? Unda sizlarning nima 3 adovatinglar bor edi? Ularga spirt lampasini ishlatishni o'rgatib qo'yib Hammasi mening mas'uliyatim. Shundaqmi? Savaqdishiga dars o'rgatib qo'yish yaxshi ish. Biroq spirt lampasini o'z ixtiyoricha ishlatishga bo'lmaydi. Ishxonaga kirib, tekshirishnoma yozinglar. Tazim bir. Bo'ladi. Men yazsam yazay. U zodi qandoq odam? Qamlashmagan, qarab turib adablankini biz bo'lib qoldik desa. Shundaq. Biroq bundaq tarlab baqmag'ili uzun bo'pti-ku. Endi qayta tirildik. Bu suratni yan telefonimning ekraniga chiqarib olaychi. Nim bo'ldi, aka? Sakamoto'dan adabini yeganga chidamayapsan. Shundaq. Adabimni yedim. Toza adabimizni yedik. Uning unda qilishini o'ylamabdi ekanman. Echinishlik mag'lub bo'ldik. Butunlay yengildik. Adabimizni yedik. Shundaq. To'g'ri. Adabimizni yedik. Adabimizni. Bo'ldi-qila. Qachongacha bu gapni takrorlaysan? Acaba o narsani boshqalar tatib ketdimi-ya? Nimani? Sakamoto hech nimani ib ketmadi-ku. Yiliqini-chu. Usulda qo'l spir narsani ib ketdi. Ya'ni ko'nglingni. Sakamoto boybak kelishgan bo'lib ketdi. Shundoq. Ko'pchilik, diqqat. Bu men. Nima degan qalb Leylan degan modelning oldi emasmi? Shundaq. Rostilla, ben ko'zga chiliqib turman. Biroq men o'qirmanlar model bo'lgandan keyin ko'pchilikning modelning xo'shalligidan hozirlanib yiqishini umid qilaman. Shunga Leylanning 7 kunlik yasanishini ko'rib boqinglar, bormi? Bo'ldilar. Kunda maktab formasi kiydigan tursangiz hajat yo'qda. Ma'qul. Unda bo'lsa maktab formasini eng oliy darajalik moda qilib kiyish mahoratini ko'pchilikka o'rgatib qo'ysam qanday? Cho'ng xabar. Ko'pchilik tez qaranglar. Bugun atgan xabar. Nima bo'ldi? Nima bo'pti? Buningga qaranglar. Nima degan yomon to'g'ri Sakamoto tezda beringlar. Bekli yomonkan.
Bu odamni xato to'nib qoldinglar-ku deyman. Qandaqsiga bu odam cho'qim siz shu Sakamoto xato emas. Немишқа har qitim o so'tak ko'pchilikning hammasi ko'z tikadigan muhim odam bo'lib qoldi. Ajab ochchig'im keldi. Seni o'ldirmaydigan bo'lsam. Bu davrda yuz bergan ma'lumotchilik nima? Biladiganlar qo'l ko'taringlar. Sen degan Sakamoto. 1837-yili Dayandagi balang to'plangi. Asda oson qoladigan usulda deb berding. Bu rostli ulug'lik javob bo'ldi. Ayda! Ayda! Qanlashmagan. Bugun bu og'rig'icha qochaldi. Su. Uni hozir remont qilyapti-da. Qanlashmagan. Xo'p bo'ldi. Oldinlarga o'tib kechiringlar. Undaqda mashq savol beni soat 12:20gacha ishlab bo'linglar. Qanlashmagan. Uning adibini beray degan sari u shuncha ko'pchilikning diqqatini tortib o'tirdi. Sadi qanday qilsam Sakamotoni yengib olaman. Uni qo'g'laytinglar, tez qo'g'laytinglar. Fursat keldi. Agar harni qo'g'lamasam, Tez qaranglar, ana u yerda. Noat yo'q ekan. Qarama serqar ekan. Daska, tez qochinglar. Hey, qizlar. Chatoq bo'ldi. U ari bizni chaqirgan bo'ldi. Darhol formanglarni selinglar. Muallim. Ara, qora narsaga hujum qilishga amroq. Meni burun yo'qon bir seriqari chekib olib baqqan. O chaqda o'ligida tas qolgan edim. Biroq yana chekib olsa, undaq ta'lim kelmaydi. Agar jallozim bo'lsa, g'ururinglarni qayrib qo'yinglar. Hey, ko'pchilik, rostini silib o'tdinglar-ku. U naydi bir seriq harg'u shu. Bilasinglarmi, tuzukroq kiyinmadinglarmi? Mas'ula. Seriq qara, bakni qo'qilishgan. U qandoq chaqchaqlab o'tirdi? Sakamoto. Mushundaq ahvoldimi? Harini meni ko'zingda otamsan? Canыңdan ayrılıp kalsam mı maylı mı? San seliştirganda ben... Yok. Gururumdan ayrılıp kalsam mı maylı? Işkılıp. Başkalarının dikkatini tortaman! Aha! Aha! Oy, can! Yok! To'xta! Yok! Tazimber. Hozir degan dars vaqti. Mayli sen bo'l yoki har afandim bo'lsin, tinchlikni saqlanglar. Nima? Unda emasdi. U har bilan bir-biridan kelishmay urush qilib o'tdi. Payt keldi. Uni o'ldirma. Kahdi ular. Cho'k bilan purchaq qisish.
bo'ldi. Davomliq dars anglayli. Oha! Qaltis bo'ldi. Qaltis! Qaltis. Onunğa qarğan siri məftun bo'lib kelyapman. Nima degan qaltis? Sen rastilla mushundaq kiyinib, herning tishiga tegishga petinibsan, ha? Nima? Shuni demamsan. Laylan bakli qiziq kelsan, Juma. Nima? Bu Bo'ldi, ko'pchilik. O'rninglarga beringlar. Javobni to'g'rilaymiz. Bundaq degani bilan bu ish yuz bergandan keyin mashq savolni hammanglar eshitmadinglar-ku deyman. Men isbotlab bo'ldim. ko'pchilikning diqqatini tatamamdim. Hozirga bog'liq bo'lib qoldi. Oy, erning daxli qilishiga uchirmay, mashq savolni ishildingmi, ha? Shunga men qiziqchilik qilishni qaror qildim. Shunga Sakamoto men bilan bir guruh bo'lgan bo'lamdi. Sen ilm ilishni da'vatamsan? Uni etkabda o'ltirish deymiz. Seni rad qilganimni kechir.つうか、俺たちいつまでバレーボールやってるんだ。さあ、そう。もう帰ろうぜ。黒沼愛菜です。私は1年2組のアイドル。クラスの男子はみんな私が気になるの。ちょこっと甘えてみせれば誰だって私にイチコロよ。ただ一人坂本くんを除いては。坂本くん、愛菜に夢中にさせてみせる男を落とすテクニックで。次回の坂本ですがは守られるより守りたい今日から使える恋愛心理術の2本よ。